Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining ko'p tarmoqli klinikasida davolanayotgan bemorga zudlik bilan yordam kerak bo'lib qoldi va bemorimiz birgina tugmani bosish orqali hamshirani chaqirish xizmatidan foydalandi. Hozir esa hamshira zudlik bilan kirib keladi va bemorga kerakli yordamni ko'rsatadi. Bizning klinikamiz mana shu jihati bilan ham ahamiyatli. Qanaqa yordam kerak? Qizlar qon bosimi oshganga o'xshaydi, qarab yuborasizlarmi? Mana ko'rib turganingizdek, hamshirani chaqiruv xizmati uchun mo'ljallangan uskuna orqali bemorga tezlik bilan sifatli xizmat ko'rsatildi. Demak, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining ko'p tarmoqli klinikasiga kelib, bu narsaga ko'rib o'z ko'zingiz bilan guvoh bo'lishingiz mumkin.